Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun yana men sizlarga tarixiy buyumlardan ko'rsatmoqchiman. Bu ko'rib turganlaringiz qadimgi tumor, bo'yinga osadigan tumor. Buni men yoshlik paytimda topganman. Ekskavator yer qaziyotgan paytda qandaydir devorda qoldig'ida xum bo'lgan, xumni sindirib olgan. O'sha xumni ichida 3 dona mana shunday tumor bo'lgan. Sopoldan ishlangan. Ko'rib turibsizlar, mana ular 3 ta bo'lgan. Birini bitta o'rtog'imga berganman, bittasini ukamga berganman, bittasini o'zim olib qolganman. Keyinchalik ukamnikini olib olganman, o'rtamda yo'qolib ketgan. Ko'rib turganlaringizdek bular 2 xil. Mana o'zi bo'y pastroq, kichkinaroq razmeri, bunisi kattaroq. Uchinchisi o'rtog'imga berganim bulardan ancha kattaroq bo'lgan. Rang qora rangda bo'lgan. Bulardan kattaroq bo'lgan. Uchovi mana shunday holatda xumni ichida bo'lgan. Xum tepasi sindirilgan. Ekskavator ko'ylagan paytda sindirib olgan. Keyin tuproq betidan ichida chiqib turgan bo'lgan. Men ana shu yerdan ularni olib olganman. Yoshligimda tarixiy narsalarga qiziqardim. Mana shu paytda olib qo'yganman. Hozirgacha turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Mana mana shularni topganman. Mana yana bitta toshimiz bor. Tosh haqida gapiradigan bo'lsak, bu toshimizni ham o'tgan yil topganman. Bu toshimizni mana ular kristal, qandaydir kristal. Quyosh nurida yaltirab ko'rinadi. Hozir bu yerda ko'rinmayapti. Bu ko'rib kraska, jigarrang kraska tekkanda o'yladim birinchi ko'rganimda. Shunday o'tib ketasan, toshlar ichida turgan keyin oldim. Kraska to'kilganini o'ylabman. Tomganini o'yladim. Bunday emas ekan, bu qandaydir kristal ekan. Juda ajoyib tosh ekan. Shunda topib oldim mana. Sizlarga ko'rsatyapman. Yangi toshlar topsak, video qilib sizlarga ko'rsatamiz.